Excel'da tezlik bilan filtr qo'ymoqchi bo'lsangiz, Ctrl Shift L ni bosasiz. Avtomatik ma'lumotlarga demak filtr qo'yadi. O'chirmoqchi bo'lsangiz xuddi shu Ctrl Shift L ni bosasiz. Yana filtrni yoqadi, o'chiradi. Hech qayerni bosishga hojat yo'q. Xo'p, yana biri F4 oxirgi demak amalni bajaradi. Masalan, o'chirib tashlasangiz, oxirgi amalimiz buni o'chirish bo'ldi. F4 ni bossak, shu amalni bajarib ketaveradi. Xo'p, yana biri siz demak tepaga, yuqoriga qator qo'shmoqchisiz. Buni bir necha usuli bor. Birinchisi mana shu sichqonchani chekkaga olib kelib, qatorlar raqamiga olib kelib, o'ng tomon sichqonchani ustiga bosib, stavit bosish yoki bo'lmasam mana shu yerga qo'shmoqchi bo'lgan kataklaringizni belgilab, Ctrl bilan plyusni bosangiz, yacheyka содвигаем вниз chiqadi. Enter bossangiz qo'shib ketaveradi. Ko'proq qo'shmoqchi bo'lsangiz, hali aytganimdek F4 ni bossangiz qo'shib ketaveradi. Xo'p, endi bu yerga sanani yozmoqchisiz. Ctrl bilan nuqtali virgulni bosasiz, avtomatik sana yoziladi.